Xo'p, assalomu alaykum, Yakson taksi haydovchilari. Bugun sizlarga prilojeniyamizni qanaqa ustanovka qilish, qanaqa ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib boraman. Xo'sh, Yakson taksi haydovchilariga onlayn qo'shish uchun sizdan qo'shimcha ma'lumotlarni olishimiz kerak. Xo'p, ism-sharif kiritamiz. Anketa to'ldirishda ism-familiya kiritiladi, tug'ilgan kun, date rождения и turar joy manzili to'liq pasportdagidek kiritiladi. Telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda, SNILS degan joyda jishiy raqam yoki shaxsiy raqam pasportning orqa tomonida bo'ladi. Shularni kiritasiz. Bu yerda seriya va raqam chiqadi. Kim tomonidan berilgan yoki berilgan sana. Bu pasportdagi ma'lumotlarni kiritamiz. Xo'p, pasportning orqa tomonidan seriya raqam, kim tomonidan berilgan va berilgan sana, data rождения hammasini to'g'ri to'ldirib chiqsangiz, qabul qilishda muammo bo'lmaydi. Ko'pchilik obunachilarimizda pasport seriya raqamlarini noto'g'ri kiritganligi sabab muammolar kelib chiqyapti. Shular bo'lmasligi uchun bu ma'lumotlarni to'g'ri kiritishingizni so'raymiz. Bu bo'limda haydovchilik guvohnomasini seriya raqami, tugash muddati va qaysi toifaga pravangiz qaysi toifada ekanligini kiritib ketasiz. Bunda esa avtomobilingizning markasi, modeli va rangini, davlat raqami, chiqarilgan yilini kiritasiz. Sizga avtomobilingizning markasi Chevrolet, Daewoo yoki Ravon shunaqalarni belgilaysiz. Modeliga esa avtomobilingizni nomini kiritasiz va rangini belgilaysiz. Mana hamma rang. Keyin davlat raqami, chiqarilgan yilini yozib, keyingi bo'limga o'tasiz. Bu yerda avtomobilingizni foto tekshiruv bo'limi, old tomon, o'ng, orqa, chap, yukxonalarni ochib to'liq tushirasiz. Orqa salon, oldi salon, yuz kontroldan o'tasiz. Transport vositasini ro'yxatga olish guvohnomasini, texpasport va guvohnomasini oldi tomoni, orqa tomoni, pasport, o'zingizning pasportingiz oldi tomon, orqa tomonini tekshiruvdan o'tkazasiz. Xo'p, fotokontroldan o'tganingizdan keyin har bir bo'lim to'g'riligini qaytadan tekshirib chiqing. Tekshirib chiqib jo'natganingizda profilingiz tekshiruvga jo'natiladi va 24 soat ichida siz SMS orqali login parol olasiz qabul qilinganingiz haqida.